Hurmatli guruhimiz kuzatuvchilari, bugun men sizlarga chayni naborimiz to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Chayni naborimiz asosan o'smir yoshdagi mijozlarimiz uchun tavsiya etiladi. O'g'il bola, qiz bola deyilmaydi. Barcha mijozlar uchun tavsiya qilsangiz bo'ladi. 12 yoshdan boshlab ishlatsalar bo'ladi. Chayni naborimiz asosan o'sha davolovchi xususiyatga ega yuz terisidagi shamollashlari bor, qizarishlari bor, toshmalari bor, ugri chiqayotgan o'sha mijozlar uchun bemalol tavsiya qilsangiz bo'ladi. Doktor Plus qizlar e'tibor berasizlar. Davolaydi, bilasiz, choy daraxti shamollashlarni oldini olish bo'yicha tabobatda keng qo'llaniladi va albatta bizi kremlarimiz ham zo'r davolab beradi. Asosan mana shu naborimiz yuzini holati va yoshiga qarab beriladi. Bu to'liq nabor. To'liq naborimiz ichida guruch suvli mitsellarkamiz, penkamiz, tonikimiz, sivritkamiz, kremimiz, quyosh himoyamiz hamda chuqur tozalovchilarimiz mavjud. Yoshiga qarab bemalol tavsiya qilsangiz bo'ladi mijozlaringiz. Agar mijozingiz 12-13 yosh bo'ladigan bo'lsa, aynan o'smir yoshdagi farzandlarimiz bo'ladigan bo'lsa, ularga bemalol mana shu chuqur tozalovchilarisiz mana shu nechta 6 talik naborda tavsiya qilsangiz bo'ladi. Va agar yoshi 17-18 yoshdan oshgan bo'lsa, albatta chuqur tozalovchiga wash off pack, ya'ni glina maskamiz va skrapimizni ham qo'shimcha tarzda naborning ichiga qo'shib bersalaringiz bo'ladi. Juda ham zo'r davolovchi, natija albatta keltirib chiqarib beruvchi super naborlarimizdan biri hisoblanadi.